Bugun mana YouTube kanalimda Aqlvoy tarixidagi top 10 ta multfilmlarni aytamiz va bu videoda kino tahlilchi Super Muxlis Cinemauz Nomiyu. Hammaga salom, sizlar bilan Super Muxlis, sizlar bilan Cinemauz va bugungi videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum aka. Men Aqlvoy to'g'ri ko'rmaganman. Bir marta Xonqizini ko'rganman. Lekin boshqa multfilmlarni, multseriallarni bilmayman. Alaykum assalom. Xo'sh, men deyarli yo'l telekanalini ko'rmaganman. Shuning uchun ham ko'rgan multfilm aynan o'sha telekanalda ko'rgan multfilmim bu Avatar Aang edi. Bo'ldi. Balki ko'rgandiman o'sha telekanalda Ladybug is Super Cat, ya'ni Xonqiz va Jirmushuk. Menimcha shu. Va alaykum salom. 3-o'rinda Monkart, 2-o'rinda Marvel qahramonlari va 1-o'rinda Avatar Aang haqidagi afsona. So'nggi havo sehrgari. Tahlilchi bizga Kung Fu Panda gaming ayiqlari ertakdagi olamdagi Grim ertaklari deb javob berdilar. Obunachilar, hammaga xayr. Bu meni birinchi videoyim. Kamchiliklar bo'lsa kommentariy yozib qo'yinglar.